Hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Reda va sizlar bilan Dera. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Dera. Qandaysizlar, yaxshimisizlar? Obunachilar, bugun sizlar bilan bir video olamiz. Va mana bu bloklar bilan uy taxlaymiz. Ya'ni bu bloklarni 1-2 qilib joyini almashtirib tanlaydi Dera va qaysi blok tushsa o'sha blokdan uy quradi. Shunaqa. Xo'sh, joyini almashtirib olaman. Xo'sh, qanday qilsam ekan? Mayli, shunday. 1mi 2mi? Iye, qorong'i bo'lib qoldi-ku. Mayli, 1mi 2mi? O'ylash kerak. Tezroq o'yla. Juda ham qiynalyapman. Xo'p, mayli. 1. Mayli, 1. 1 oq blok. Voy, juda ham yaxshi-ku. Xo'sh. Endi eshiklardan. Xo'sh. To'xta, qaytadan tanlagin. Nega? Shunchaki. Xo'p, mayli. Ayt. 1mi 2mi? 2. Oppo, yana oq blok. Voy, juda yaxshi-ku. Men oq blokni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham. Chunki uy qurganda juda ham chiroyli bo'ladi. Mana shu. Yes. Ko'p xursand bo'lib yuborma. Keyingisida omading kelmasligi mumkin. Xo'sh. Endi eshiklarda. Xo'sh, joyini almashtirib olsam yaxshi bo'lardi. Xo'sh, shunday bo'ladi. Tezroq tanlagin. 1mi 2mi? 2. Aha, mana shu. Yes, bu ham mening yaxshi ko'rganim. Oy, bu yoqqa qo'y. Yaxshi bo'ldi. Ha. Bugun menimcha omad sen tarafda. Mayli. Shunday qilaman. 1mi 2mi? Bunisini yaxshilab o'yla. 1? Ha. Xo'p, aniqmi? Aniq. Oppo. Ha, mayli. Qaysi biri? Aytaymi yo'qmi? Ayt. Mana bu. Juda ham yaxshi-ku. Ko'p xursand bo'lma. Xo'p, bu ko'rinsamli. Ha, bildim. Xo'sh, endi qanaqa blok? Toshli. Topding. Tosh albatta kerak. Xo'sh, joyini almashtirib olay. Shunday yaxshi. 1mi 2mi? Men 1. Yo'q, bunaqa yomon ko'raman. Boshqasini qo'yamiz. Xo'p, mayli. Sen uchun mana bu toshni qo'yaman, bo'ladimi? Ha, juda zo'r bo'lardi. Xo'sh, bu kerak emas. Bo'ldi. Endi men tanlayman. Ha. Sen daraxtli bloklarni joyini almashtirgin. Men o'zimga tanlayman. Xo'p, unda 1mi 2mi? 1. Shumi? Ha. Aha, yaxshi. Endi 1mi 2mi? 1. Mana shu. Hozir ko'rasan. Tezroq. Ha, mayli. Xo'sh, bunisini yaxshilab joyini almashtir. Xo'p, unda. Tanlashga harakat qilaman. 2. Yo, to'xta. Yaxshilab o'ylashim kerak. Qaysini tanlasam ekan? Mayli, 2. Xo'p. Mana shu. Oq deraza. Ura, yes! O'zim xohlaganimdan. Xo'sh, toshni o'zim tanlay. Xo'p, unda davay, o'zing tanlab ber. Senikidan emas, boshqasi. Sen o'zing tanlading-ku, ana buni tanlayman. Xo'p, unda davay. Xo'sh, endi Uy quramizmi? Endi shu bloklardan uy quramiz.
Ko'p ham katta bo'lishi shart emas. Xo'p. 2 etajli ham bo'lmasligi kerak. Faqat bir etajlimi? Xo'p, unda davay. Ketdik. Xo'sh, o'rtadan to'xta. Biron xil blok qo'yay. Shu bo'ladi hamma. Juda ham yaxshi bo'lardi. Balandligi 2 ta blok qilib qo'yaylik. Ha, juda ham yaxshi bo'ladi. Aytgancha o'yin davomida yana narsalar tanlaymiz. Tushundingmi? Xo'p. Bezatish uchunmi yo mebellarmi? Ikkalasi ham. Xo'sh, shuncha yetsa kerak. Ha, bo'ladi. Endi uy qurishni boshlasak ham bo'ladi. Otni ustiga nima qilyapsan? Ha, mayli. Unda shularni olib oldim. Sen ham endi uy qurishga tayyorlan. Xo'p. Unisi taraf meniki, bu tarafi seniki. Xo'sh. Bu nima qilyapti? Ha, mayli. Bu yerda balandligi 3 ta blok. Xo'sh, shuncha. Mayli. Bu yerdan ham 3 ta blok qo'yaman. Aha. Bo'ldi. Endi shunday qilaman. Bo'ldi, shunday qilsam zo'r bo'ladi. Bu tarafini 5 ta blok qilaman. Balandligi ko'p past bo'lmadimi ekan? Ha, mayli. Shuncha yetadi. Nima? Darrov qarong'i bo'ldimi? Sen qilyapsanmi? Ha. Appa. Shuni qilmay tursayding, yaxshi bo'lardi. Ha, mayli. Uying ko'p katta bo'lmayaptimi? Ha, katta bo'lyapti. Biroz bloklarni olib tashlayman. Ko'p katta qilmagin. Menikidan katta bo'ladi. Keyin senga ko'p ball berib qo'ymay yana. Xo'p. Seniki katta bo'lmasin yana? Yo'q, meniki kichkina bo'lyapti. Xo'sh. Menimcha, mening uyim senikidan chiroyliroq chiqadi. Ikkalamizniki ham chiroyli chiqadi. Va buni kommentariyada obunachilar bunga ball berishadilar. Aytgancha, obunachilar, daraxtli uy videosini ikkinchi qismi ozgina vaqtdan keyin chiqadi, chunki ozgina muammolar bo'lyapti. Shuning uchun uzr so'rayman. Xo'sh, endi uyni chiroyli qilaman. Shunday qilsam bo'ladi. Uy qanday chiqyapti? Chiroylimi? Xo'sh, derazalarni mana bunaqa qilaman. Aytgancha, bu videoni ikkinchi qismi albatta chiqadi. Aytgancha, polini qanaqa qilsam ekan? Daraxt qilaymi yoki tosh? Menimcha tosh qilsam chiroyli bo'ladimi yoki daraxt? Mayli. Tosh qilaman yoki daraxt? Ya'ni taxta. Xo'sh, hamma joyni buzdim bo'ldi. Ya'ni yerni. Xo'sh, bu yoqqa chiqib olay. Xo'p, agar bu yoqqa toshli blok qo'ysam, menimcha toshli blok chiroyli turadi. Yoki bo'lmi? Yo'q, bunga ko'p xunuk bo'libdi. Shu uchun shuni qo'yaman bo'ldi. Xo'sh, yotoqxonani qayerda qilsam ekan? Ha, mayli, bir ilojini toparman. Xo'sh, tomni ham mayli shu toshli blokdan qilaman. Obunachilar, shu yerda videoni o'chiraman va keyinroq yoqaman. Mana kamerani ham yoqib oldim. Xo'sh, 1mi 2mi? 1 2 1mi 2? Ha, mana shu. Xo'sh, shu yerda qo'yaymi? Ha. Xo'p, mayli.
To'xta, bu yoqqa emas, mana bu. Bo'ldi. Aha. Oppa, hamma. Bu yerda ham chiroq qo'yaman. 1 mi 2 mi? 2. Aha, mana shu. Ikkalasi bir xil bo'lib qoldi. Men bu yoqqa qo'ya olasam? Mana. Chiroyli bo'ldi. Xo'sh, bu asosiy joyi 1 mi 2 mi? 1. 1? Ha. Rostondanmi? 1. Mayli. Ko'rsataymi? O'ylab ko'rish kerak. To'xta. Yaxshilab o'yla. Oy. Ha, 1 mana. Yaxshi ko'rgan rangingdan. Ol. Xo'sh, mana bu yerga qo'yaman. Aytgancha bu yerdagi amalli sindirgandirsan. Endi kravatdan tanlaymiz. 1 mi 2 mi? Bunga To'xta, jo'namiz. 1 mi 2 mi? o'ylash kerak. 2. Mayli, pushsin qo'yaman. Bil. Aytgancha endi men tanlayman. Xo'p. Hammasini ber menga. Bo'ldi, tugadi. 1 mi 2 mi? 2. 2 tashlay qo'y. Hozir. To'xta, boshidan qilaylik. 1. 1 mi 2 mi? 1. Okey, mana bunisi senga. Bi? Bo'ldimi? Ha, nechi diyording? 1. Xo'p. Hozir. Mana bu. Faqat shu dema. Shumi? Ha. Xo'sh, endi nima edi? Gilam. Ko'kini tashaver. Mayli, ko'kini bera qolay. Baribir pushtin aytsang keyin. Yo'q, mayli, pushtirang. Ha, mayli. Ko'kini beraver, kravatni ham. Xo'p, unda mayli, ko'kini beraveraman. Bilasan-ku, baribir ko'k rangni yaxshi ko'raman. Kravatni bo'l. Aytgancha fanarni ko'ki bilan sarg'i bor. O'shanisi qilamiz. Men ko'kini olaman. Ha, mayli, ko'kini beraveray. To'payqan. Qara qoldi bu. Qara qo'ydi. Topolmayman. Obbo. Ha, mana, bil. Asab buzasan, desi. Ay, dera. Obbo. Bularni bu yoqqa qo'yib chiqay. Nimalarni ishlatdim? Bu yoqqa qo'yaman. Dam. Jim. O'zing bir dam bo'lib ishlasang. Yo'q, men dam bilmayman. Ha, mayli. Bu yoqqa endi chiroqni qo'yaman. Qanday qo'ysam ekan? Tepasiga mana bu toshni qo'ysam chiroyli bo'lar. Oy, ужас. Mana bunday qilsam. Reda, keyin bir-birimizni uyimizni bal beramizmi? Ha. Keyin buni obunachilar ham bal beradi. Ha. Qanday yaxshi. O'ylashimcha menga undan 10 berib, senga undan 5 berishadi. Bilmadim. Buni Chunki meni uyim har doim chiroyli bo'lgan. Sen uy qurishni bilmaysan. Chunki har doim birga Minecraft o'ynasak, har doim uyni men qurib beraman. Mayli, ko'ramiz. Ko'ramiz kimni uyi chiroyli bo'lar ekan. Menimcha uyingni oddiygina qilib qo'yyapsan-a? Hech qachon. Obunachilar, meni uyimni undan 10 qilinglar, iltimos.
Hamma gapingni eshitib turibman. Obunachilar baribir menikini maqtashadi. Hech qachon senikini maqtashmaydi. Sen chunki hech qachon o'zing uy qurmagansan. Birinchi marta quraydigan uying shu bo'lsa kerak, a? Yo'q, ko'p uy qurganman, faqat loydan. Loydanmi? Men esa har xil bloklardan qurganman. Men даже qishloqni uyini qurib berganman. U menga rahmat deb yuborgan. Qishloqlar gapirmaydi Minecraftda. Shuni bilib qo'y. Gapiradi-ku. Seni videoyingga gapirmaganmi? Ba'zi haqiqiy bo'lmagan Minecraftda qishloqlar gapirmaydi. Mayli. Uyingni bildingmi? Yo'q, kam qoldi. Xo'p, unda men ham bezatib beraman. Ha, mayli. Oppo, nimagadir o'xshamayapti. Bo'ladi shunday. Obunachilar, men videoni ozginaga o'chirib turaman. Keyinroq bo'lganimdan keyin videoni yoqaman. Obunachilar, men uyimni bo'ldim va mana bu bloklardan qurdim. Hozir sabr qilib tur. Xo'sh, mana shu bloklardan qurdim. Mana mening uyim. Xo'sh, bu yer oshxona. Aytgancha versak bilan pechka qo'ymadik. Xo'sh, mana bu yer yotoqxona, mana bu yerlar ochiladi. Menga juda ham yoqqan joyi kravat, juda ham chiroyli bo'ldi. Xo'sh, endi men sizlarga albatta tashqarini ko'rsataman. Tashqarida bitta narsa xunuk bo'ldiki, mana bu. Xo'sh, mayli hay. Mana bu eshikchasi rangi g'alati o'qib bo'lsaydi yaxshi bo'lardi. Ha, mayli. Xo'sh, endi sizlarga Derani uyini ko'rsataman. Faqat hozir emas. Dera. Nima? Bo'ldingmi? Hozir bo'lyapman. Devorni buzamiz unda. Xo'p, unda mayli. Palapatish qilib buzma. Xo'p. Xo'sh, yaxshilab buzib olsak yaxshi bo'lardi. Xo'sh, men o'zim tarafimni buzib bo'ldim. Mayli, sening ham tarafing buzaman. Bo'ldi. Voy, buncha katta. Qayerga chiqdi uyim? Lekin xunuk. Nima? Menikini qara. Kichkina va ixchamgina. Meniki ham kichkina. Necha blok? Xo'sh, seniki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nima? Seniki vosheta katta bo'libdi-ku. Ha, mayli. Birinchi kimni uydan boshlaymiz? Mayli, meni uyimdan boshlab beraylik. Hozir. Bo'ldi. Xo'p. Ketdingmi? Kela qol. Xo'sh, oldini nima qilgansan? Mayli. Voy, chiroyli-ku. Kel, kira qol. Mana oddiy. qanaqa oddiy? Mana bu joyi zo'r. Mana bu shifoner. Ko'rinib turibdi. Narsangni o'tarasan va bo'ldi. Meniki to'g'ri tushmadi. Mayli. Xo'p, mayli. Endi Men bu yerga qo'yaman. xo'p, qo'y. Nega qo'ya olmayapsan? Mayli, buni so'yini kel, senga ko'rsataman. Kel. Kir. Ixchamgina kichkina uy. Ixchamgina bo'lsa ham juda xunuk. Nima?
Hol sen menikini ko'rib, og'zing langa ochilib qoladi. Ko'ramiz. Ko'ramiz. Xo'sh, lekin juda oddiy. Ha, mayli. Endi orqa tarafga o'tamiz. Chiq. Xo'p, hozir bir ikkita ishlarimni qilib olay. Oddiy-ku, terazalarning oldiga hech narsa qo'ymadingmi? Yo'q, xunuk turdi. Kela qolma bu. Aldayapsan, juda chiroyli turadi. Meniki chiroyli turdi-ku. Ha, mayli, bu yer o'zi qanaqa joy? Bu yer shunday oddiy. Dam olib o'tiradigan joymi? Ha, prosta o'tiradigan, havo salqin bo'lsa va Salqin bo'lgan vaqtda o'tiradigan joy. Xo'p, mayli, bu eshiklarni bu yoqqa qo'yaman, bo'ldi. Xarita keyinroq kerak. Xo'sh, bo'ldi. Divanlarim qalay? Chiroylimi? Aytgancha asosiy joy yotoqxona juda chiroyli bo'lgan. Qara. Vau. Hoy, tepasini ochib qara. Hoy, to'xta. Sen bu pardani qayerdan olding? Bizda mebellar, bunaqa narsalar qo'shish mumkin emas edi-ku. Mumkin edi. Aytmading-ku, men senga uyni boshdan aytuvdim. Hay, hech bo'lmasa bloklardan taxladim. Ko'rding, orqasidan chiqsa ham bo'ladi. Sen esa seni uyingda esa orqasiga borish kerak. Menikiga orqasidan kirsa ham bo'ladi, chiqsa ham bo'ladi. Xo'p, mayli. Xo'sh, endi ball berishga o'tamiz. Xo'sh, seni uyingga ball beraman. Reyda. To'xta. Keyin bu yoqqa keldi. Keyin xaritani topamizmi? Xazinani de. Hay, xazinani. Xarita qo'limga turibdi-ku. Короче, xaritani. Xazinani. Topamiz. Xo'sh, men ball beramiz. Uying juda oddiy bo'lgan. Aytgancha yotoqda hali qo'ymayman. Birgalikda qo'yamiz. Sen qaramay tur menikiga. Xo'sh, necha qo'ysam ekan? Xo'p, necha qo'ysam ekan? Men bo'ldim. Men hozir. Sen ko'rmay tur, mana shunday turay. Bilish kerak. Tezroq. Xo'p, mayli, mana. Necha? 9dan 10? 10dan 9. Ha, bir xil bo'libdi. Lekin faqat chappasini yozimiz. Qanday yoziladi? 10dan 9, 9dan. Lekin aslida ikkalamiz ham 10dan 9 qo'ydik. Bo'ldi. Endi kommentariyada obunachilarni gapini kutamiz. Ya'ni Balini. Ha. Xo'sh, menimcha menikiga 10dan 10 berishadi. Obunachilar, menga 10dan 100 qo'yinglar. Yo'q, senikiga 10dan 1 qo'yishadi, bildim. Yo'q. Menikiga 10dan million trillion qo'yishadi. Trillion millionlar. Bo'ldi. Qilma. Ularni qurib bo'ldik. Baho ham, ya'ni ball berib bo'ldik. Yana nimaga qo'yyapsan? Bo'ldi. Xo'sh, eshiklarni yopamiz. Xazinani qidiramizmi? Ketdik. Let's go. Come on. Xo'sh. Ketdik. Hozir to'xta, xaritani ochib olay. Raftim merim Dubayga. Obbo. Tezroq bo'l. Ichim siqilib ketdi. Qaysi tarafga yurish kerak? Shu tarafga bo'ldi. Qidiramizmi? Ha, ketdik, uchamiz. Uch tepaga. Men uchaman. Uchib turibsan. Qanman. Teng bo'lib olaylik, bir-birimizni yitirmaylik. Xo'sh, tayyorlanib bo'laman. Ketdik. Shu tarafga yuramiz. Bo'ldi. Men seni orqangdan yuraman. Xaritada seni ham ko'rsatyapti. Voy,
rostdan. Ha, ko'rsatadi-da. Hmm. Endi xazinani borib qidiramiz. Ketdi. Uncha uzoq emas ekan, a? Qumli joyganmi? Yo'q, bilmadim. Menimcha ha. Ha, qumli joy. Ha. Yo'q, suvgami, qumgami tushunmadim. To'xta, orqaroqqa. Rona turishi kerak. Chetroqqa tursa-dek yaxshilab ko'rardim. Abo. Aha, shu yerda qidiraylikchi. Men aniq topib olaman. Xo'p. Mana topdim, Reda. Nima bor ichida? Voy, ko'p narsalar bor ekan. Qara, oltin, kiyimlar, suv. Ko'p narsalar bor ekan. Ha, shlyapa, disk. Lekin olmos chiqmadi, esiz. Bu qanaqa suv ekan? Nima qiladim? Ichib ko'rish kerak. Hech narsa ta'sir qilmadi. Krasivkaman-ku. Ha, mayli. Koshkiydi. Menda bir galan xaritalar bo'lsaydi, bittaga topib tashlardim. Agar ko'p xarita bo'lsaydi, sen bitta joyni ko'ra olarding. Chunki hammasida bitta joy ko'rsatilgan bo'lardi. Nima? Chunki sen turgan joydan ba'zi joylarni ko'rsatadi. Reda, esingami, biz xarita topish, xazina topish uchun biz qidirib yurdik o'sha sandiqni. Lekin sandiqni bir marta ham topmaganman. Xo'p, mayli, Mana endi birinchi marta. Xo'sh, endi uyimizga ketamizmi? Ha? Bo'ldi. Ketdi. Topib olamizmi uyni? Bir joyga boraylik. Qiziq joy ekan-da. Xo'sh, shu yerga yuraylik qani. Lekin juda ham uzoq emas ekan, yaqingina. Qittigina qoldi, hozir boramiz. Yo'l bu yoqdan emas edimi? Yo'qdan edimi? Boshqa tarafda. Ha, mayli. Bo'ldi, endi uyga ketaveramiz. Xo'sh. Qaysi tarafga? Bu tarafga. Aha, bo'ldi. Shu yerdan to'g'riga yursak, qurgan uyimizga boramiz. Tezroq yurgin, tezroq boramiz. Voy! Qanaqa? Voy, aylanib keldikmi biz? Ha. Qanaqa yaxshi. Aha. Aylanib yuribman men. Pastga tush, qanisan? Oho, endi tomni ustiga chiqmoqchiman. Ha, mayli. Xo'sh, narsalarni yo'qotaman endi, bo'ldi, kerak emas. Mana bu nima edi? Hiylarmi? Ha, mayli. Hammaga xayr, sizlar bilan Dera va Reda bo'ldik. Hammaga xayr.